Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Moskvaga Fransis sikloni kirib keldi. Dahshat. Hamma joyni qor qopladi. Kuchli shamol, yomg'ir aralash qor, ob-havoni to'satdan o'zgarishi. Ko'p joylarni qor qoplab oldi. Ko'chalar esa tozalanmayapti. Hurmatli o'rtoqlar, oddiy qilib aytganda Moskvani ko'p joylarini rekord darajadagi qor qoplayapti. Bunaqa qor ancha yillardan beri yog'magan. Xo'sh, nimaga deb o'ylaysiz? Nima uchun shunaqa qor yog'di? Albatta kommentariyada o'z fikringizni chiroyli axloq bilan yozib qoldiring. O'rtoqlar, mana bu videoda hindistonliklar qanday tozalashni tushunmayapti. Ular o'zi umrida qor puraganmi? O'zi Hindistonda qor yog'adimi yoki yo'qmi? Menimcha yog'masa kerak. O'rtoqlar, Rossiyani hozirgi holatini ko'ramiz. O'zbek, tojik, umuman O'rta Osiyolik migrantlarsiz ahvolini ko'ramiz. Ya'ni barcha videolarni har doimgidek Abduhalim Bro kanalida ko'ramiz. Bunaqa videolar boshqa kanallarda bo'lmaydi, hurmatli o'rtoqlar. Sizdan ham bizdan ham qolib ketadigan bu dunyoda bitta obuna bo'lish, bitta like bosib komment yozish albatta pullik emas, bepul. Mashhur joy Peterburgdagi. Qaranglar o'rtoqlar, hamma joy yopiq. Yopiq, yopiq, yopiq. Hech kim yo'q. Odamlar kamayib ketgan. Pastda ham, ikkinchi etajda ham ko'p joylar yopiq. Menimcha pul yo'q hech kimda. Bu shahardagi eng mashhur joy. Odam yo'q. Скорее всего, причина закрытия этих кафе и пунктов питания в том, что просто не хватает персонала. Да, те самые мигранты вернулись на родину. И, как мы видим, местные жители не спешат занять эти рабочие места. Смотрю я на вот этих парней и думаю, блин, в чем их мотивация? Без страховки, без них. Вот те герои. И вот хожу я каждые полчаса и считаю их. Вдруг их на одного меньше станет. Переживаю очень за парней. Akalar yomon qiyin bo'lyapti, shunchalik qiyin bo'lyaptiki, eplanib bo'lmaydigan darajada bo'lib ketib qor. Qor ko'ryapsiz, o'yda mashinalar tiqilib qolyapti, vashsi yura olmayapti, uchib kelyapti mashina ham. А вы куда пошли? А кто будет мой двор чистить? Вернитесь. Ой, блин. Вы дошли, да? Поликлиника номер 3. Это просто...
Никогда такого не было. И вот опять. Ой. Просто жесть. Не справляется малыш. У нас как будто бы не чистятся дороги вообще. И снег сегодня опять валит. Вот даже видно. Akalar mana ko'pchilik kommentariyada maza qilyapti ekan, rusiylar ishlatyapsan. O'lgida ishlayapti. O kichkina lapakachasini oldim mana mashinadan. Ha, bo'ldi. Ishlaylar, ishlash kerak. Mana nima turibdi mana u? Nima biz faqat biz ishlaymizmi? Sizlar ham ishlaylardi o'zinglar uchun, o'zinglar mashinalarni yo'lini ochayotgan bo'lsanglar. Menda nima edi? Qoralar surib, o podeziylardan aytib qo'yayotgan bo'lsam odam chiqolmaydi qilib. Suring, brat, suring. Ayt chachlaringizni, oq tushgan chachlaringizni. Davay. Qorlarni olinglar. Akalar, просто sizlar gap qilinglar, maza qilinglar, like bossanglar bo'ldi. Moskva mana qor ostida qolmoqda, ko'ryapsizlar. Dahshat qor yog'yapti. Bugun 2026-yil 3 kundan beri yog'yapti qor. Hop. Rusiylar o'zi chiqib olib qorlarni kura yuribdi mana. Kuralmagan birorta yo'l, dvornilar yo'qdi. Shunisidan men xursand bo'ldimki, qanikan o'zbek, tojik, qirg'izlar qana deb turib o'zi yalinib so'rab chiqyapti mana ekan. O'zingizning guvohi bo'ling-a. Keyin shu videoga bittadan like bosib, albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Вот просто обалдеть. Москву замело. Ни одного дворника нету. Ни одного. Ничего не расчищает. Ошалеть. Просто всех мигрантов убрали. Где таджики, где узбеки, где киргизы. Все уехали. И никто не чистит ни одного дворника. Где индусы, друзья мои? Никто не расчищает. Ошалеть. Коллапс, транспортный коллапс сейчас. Пока шел, там 2 автобуса застряли, все. Здесь вот идти невозможно. Просто вот. Где дворники? Moskvadaman, murojaatim ana hindistonliklarga. Nima bu turish? Bu qorni kim tozalaydi? Murod maqsadinglarga yetishdinglar-ku mana bizani sekin chetga surib o'zlaringiz kim oldinglar-ku mana oila, chaqa, bola chaqa bilan. Qani kim tozalaydi buni? Turishini qara. Ha, qadrimizga yetmadinglar do'stlarim. Sizlarni yaxshi ko'rardik. Assalomu alaykum barchaga. Moskvada nima gaplar? Qorlar tugab qoldimi deganlarga. Bugun 2026-yil 12-yanvardagi holat mana. Mashinalar hali ham qor orasida, mana qor tagida yotibdi, chiqmay. Mana bu holatlar.
Bundan ham eng zo'r narsani ko'rsataman sizlarga. Videoni o'tkazib yormay ko'rib turinglar-da. Mana bu Petyorchka magazin hozir kiraman, ko'rsataman sizlarga. Ketdik. Mana magazinga kirib oldik, hozir kamerani burib ko'rsataman sizlarga. Mana o'zbek, qirg'iz, tojik aka-ukalarimizni o'rniga kimlar ishlayapti, bir ko'ringlar dedim. Можно купить сигареты? Здравствуйте, какие сигареты? Винстон Стайл. А документы с собой есть? У меня, к сожалению, нету. А у вас есть? У меня? Да, у вас. Нету у меня с собой. Нет. Как так-то у вас нету? Серьезно? Ну, Как вы здесь работаете без документов? Я забыл дома. Серьезно? Смотрите, 18 плюс. Пока, до свидания. Ладно, можно сигареты? Какие сигареты вы? Винстон. А документы, паспорт есть? Права. Право, какая право? От вертолета. Вертолета? Mana do'stlar, magazindagi holatlarni ham ko'rdinglar. Shu bir narsaga hayron qolib, shu videoni ko'rsatyapman-da sizlarga. Bizni o'zbek, tojik, qirg'iz aka-ukalarimiz kelganiga 10 yil, 15 yil, pashti 20 yil bo'ldi. Juda ham kamchilik shu kassalarda o'tirganini ko'rganman-da, lekin bular kelganiga hali 2 oy bo'lib ulgurmasdan turib kassalarga chiqib o'tirib olyapti-da. Nima bularning shoqi bormi deyman-a? Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Tong sahardan sizlarga bir go'zal manzarani ko'rsatay. Bugun 2026-yil 13-yanvar sanasidagi holat. Mana 3 kunlab qor yog'di. Dvorniklarni rosa kutishdi kelib tozalarmikin deb. Hech kim kelib tozalamagandan keyin ishongan hindlari in-iniga kirib yo'qolib ketdi. Mahalliy aholi o'zi hashar uyushtirib, hashar yo'llari bilan mana guvohi bo'layapsizlar. Kuraklarni olib kelib kurab yurishibdi mana. Bizni o'zbek, tojik, qirg'iz aka-ukalarimizni haydab siqib chiqarishdi. Mana endi hamma narsa o'zlariga qoldi. Shu videoga like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna. Moskvani haqiqiy qor bosgan mana. Tozalaydigan o'zbek bilan tojik yo'q. Все машинки уснули, накрылись своими одеялками. У нас минус 45. Спокойной ночи. O'rtoqlar, bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Kanalimga obuna bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.